Sochi Pro ikkita Elena degan mana sizlarga ikkita Elena usluchili radar detektori. Hozir biz test qilamiz. Qaysi radarga deysizlarmi? Hozir o'zi aytadi qaysi radargaligini. Silverstone F1 kompaniyasining radar detektori Sochi Pro ikkita Elena. Hozir kuzatamiz. Hikvision. Молодец, Hikvision dedi. O, o'zida Hikvision bor. Hikvision deyapti. Gap bo'lishi mumkin emas. Endi qaranglar. Endi biz hozir Doppler yoqamiz. Doppler Hikvision dedim yo'qmi? Bu ham o'zi Doppler Edition. Buni ichida Doppler bilan bir xil platalari birga bir. Ishlashlari ham deyarli bir xil. Hozir ko'ramiz. Hikvision. Молодец. Bitta topdi bu ham Hikvision deb. Qaranglar, uровень signal nechida? Diqqat bilan qaranglar. Bekorga aytmayman, uровень signal necha turibdi deb. Qizili turibdi. Maksimumda turibdi deyarli. Ko'rasizlarmi? Maksimum turibdi, ko'rasizlarmi? Ko'rdinglar. Endi qaranglar. Gap yo'q. Endi hozir mana bu 77 ulab qo'yganman. Yonma etmayapti. Yonib turibdi demoqchi edim. Etmayapti. Hikvision demayapti 77. Nimaga? Qani Black ko'rilishi 88 ni. Bu ham Black ketganchi. Bu ham Black 7700S Black versiyasi bu. Mana hozir neonlarni ko'ramiz. Trass rejimida Hikvisionni ko'rmayapti bolalar. Ko'rsa ham bir bo'lishi mumkin, juda ham slabiy bo'lishi mumkin. Ko'rmayapti, qaranglar. Qo'yilmisizlar? Xulosa o'zingizlardan bolalar. Tanlovda adashmanglar. Eng zo'ri Silverstone F1 bu nomer 1 bolalar.